Get I'm ready, uxlashga. Qo'limdan oqib ketmasligi uchun birinchi etap bu makiyajni o'chirish. Menda sherbet. Bu sherbetga men уже 3 yildan buyon xiyonat qilmayman va har safar sotib olaman, chunki makiyajni zo'r o'chiradi. Yuzimni suv bilan yuvib keldim. Endi penka qilamiz. Menda yangi penka. Bu penka hozir Koreyada super populyarniy, chunki strukturasi motiga o'xshaydi. Bu sizlarga savolda, kechasi uxlashni o'rniga har xil bema'ni xayollar kelganmi fikri miyangizga? Nima uchun meni ismim masalan palonchi deb o'ylaganmisizlar? Nima uchun meni ismim Shahlo? Assalomu alaykum, meni ismim Shahlo. Yuvib keldim yuzimni. Qaranglar, даже effekt bandi qolmadi tushdan. Oxirgi marta yuzimni oddiy sachoqqa где-то bir 18 yoshimda artganman. Увлажнение uchun men odatda toner ishlataman birinchi etabiga, lekin hozir payda ishlatgim keldi, chunki yerisi zo'r payda ekan, menga yoqdi. O'yey, boshqa paydalarga rostdan ham o'xshamas ekan. Bilasizlarmi nimaga? Hozir ko'rsataman. Chunki aynan shu paydalar bunday cho'ziladi, qaranglar. Dan. Prям peeling effekt berar ekan. Premni zonalarim bu narsa gubniy skladki va ko'zimdagi shu sababdan shunaqa deta bir 5-10 minut qoldiraman paydalarni. Bu paydalarni yuzdan olgandan so'ng tashlab yuborishga shoshilmanglar, chunki bo'yin sohani ham artib chiqsa bo'ladi. Уже сразу glow effect. Endi bu siviritkam. Ko'zim atrofiga ham. Azorga qilib kulganimdan ko'zim atrofida mimicheskiy marshinkalarim bor. Ну, mayli shunaqa kuladigan odamman, xo'mrayib yura olmayman. Oxirida увлажняющий krem ham surtardim, lekin bu safar surtgim kelmadi, chunki yuzim qanaqadir og'ir bo'lib ketyapti. Siviritkani ustida to'xtaymiz. Lab uchun eng zo'r balzam. Bo'ldi, shu men вечерний xodim.